Bizni ko'rgan, tanigan, tanimagan yurtdoshlarimiz va davlatimiz shuni 3 ta balastirga yetib qolmasin. Alaykum, bizni kuzatib borayotgan aziz qadrdonlar, yaxshi insonlar. Biz mana internet tarmoqlarida qo'yib borayotgan, qolaversa ehson so'rab, yordam so'rab murojaat qilganmiz. Mamagul opa To'rayeva xonadoniga yetib keldik. Ushbu xonadon Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Qumqishloq mavqeida Temurning yonginasida turadi. Mamagul opa To'rayevani bugun hollaridan xabar olib, siz yaxshi insonlarga o'zlarini najot qo'llarini uzatgan aziz yaxshi insonlar, ehson qiluvchilar, Mamagul opa To'rayevani qo'llarini quruq qaytarmang. Opa, yaxshimisiz? Opa, mana vaqt topib keldik. Xudo xolasa Alloh sizni yaxshi ko'rgan insonlarni Alloh dard bilan sinar ekan. Xudo xolasa o'zi dard beribdimi, o'zi shifosini bersin. Inshaalloh mana yordam so'rabsiz opa, ozmi ko'pmi butun O'zbekiston, butun xalq oyoqqa turgan. Shunaqa bir yaxshi inson ekansiz. Bir kun ichida 6000 dan ziyod oshib ketdi. Mana bugun 9000 ga qarab ketyapti. Opa, o'z sizga nima bo'ldi? Men onkologik kasal bo'ldim. 2024-yil shu ko'kragimda aniqlandi saraton. Keyin 6 ta ximiya oldim. Ko'krakni olib tashlashdi. O'sha operatsiya yo'li bilan 25 ta nur qo'yishdi. Shunda vrach, sen umuman endi bu kasallik san taningdan chiqib ketdi. Sen mazza qilib yasha dedi. Endi parhezlar berdi, qanchadir issiqdan hammasini ado etganman, parhezlarimni ham hamma narsasini. Lekin mana o'tgan yili 12-noyabrga yaxshisan deb chiqaribdi. Bu yil 11-noyabrga menga yana o'pka bilan jigaringda shu kasallik aniqlandi deyapti. Tez Toshkentga jo'natib yuborishdi. Toshkentga bordik. Toshkent bizada bu iloji yo'q. Hindistonga ketinglar deyishdi. Endi Hindistonga ketishga tayyorgarlik ko'ryapmiz o'zimizcha. Men farzandlarimiz to'g'risi endi men ham juda qiynalib, katta qilib dunyoga keltirdim. Yashagim kelyapti. Bular uchun bularni har bir kunini ko'rib turishim kerak-da. Men haqqim yo'q-da. Singlimga duo qilinglar. Singlim shunaqa og'ir ahvolda. 2 yil boshidan og'ir anaqalar o'tkazuvdim. Mana endi tuzaldi deganda yana 11-noyabr kuni mana yana shunaqa narsa chiqdi deb o'pkasida jigarida muammo bo'lyapti. Toshkentga olib bordik, boshqa qildik, chopdik. Hindistonga buyuryapti, kattaroq summa so'rayapti. Biz hammamiz tayyormiz. Mana 3 ta opasi, 3 ta singlisi bor. Uchalamiz ham jigarimizmi? O'pkasimi nimadir to'g'ri kelayotgan joyimizda olsin, hammamiz rozimiz, erlarimiz ham rozi. Bizga faqat shu bizga 5% qolsa ham bo'ladi, jigar. Biz yashaymiz, shunga 95% shunga. Lekin ozroq ko'maklaringizga muhtoj bo'lib qoldik. Ozroq yordam beringizlar, iltimos. Qo'llaringizdan kelgancha, qo'llardan kelgan ehson qilsin, qo'ldan kelmagan duo qilsin, ayamasin. Singlim uchun. Uydagilar kichkina hali. Biz ham bir kun qarashamiz, 2 kun qarashamiz, o'zi boshi yomon bo'lsin. Bunaqa yordam so'rab chiqyapmiz endi. Yordam qilingizlar, iltimos, yurtdoshlarim, o'zbekistonliklar. Azizlar, qadrdonlar, bizni kuzatib borayotgan barcha O'zbekiston ahli, chet elga yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, Mamagul opa To'rayeva sizning ko'magingizga muhtoj. Mana videoni tagiga yozib qo'yibmiz, karta raqamlari, opani haqqiga duo qilib, qo'ldan kelgancha ozmi ko'pmi ehson qilaylik. Bir kun bo'lsa ham, 1 soat, 1 minut bo'lsa ham bizga vaqt g'animat. Azizlar, qo'ldan kelgancha ko'magingizni ayamang. Mamagul opa To'rayevani uzatgan qo'llariga Alloh ham quruq qaytarmasligiga umid qilamiz.